Assalomu alaykum, hurmatli tandirchi ishqibozlari. Mana navbatdagi ishimiz Xudo xolasa yakunlandi. Ikkita o'choq, bitta partamiz joylashgan bu yerda. 1,5 metrlik partamiz joylashgan. Tagidan bemalol foydalansa bo'ladi. Kartoshka, piyozlar, lishni narsalar qo'ysa bo'ladi. Bu qozonimiz 22 talik qozon. Bunisi 80 litrli qozon. Xudo xolasa juda chiroyli holatda chiqdi. Kimga shunaqa chiroyli zamonaviy tandirchalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Usta Mansur Bey xizmatda. Hammaga katta rahmat.